Va nihoyat FIFA World Cup va unga aloqador har xil siyosiy o'yinlar ham o'z nihoyasiga yetdi. Va Ispaniya jahon chempionatining mutlaq g'olibi, chempioni bo'ldi. Mambo. Chapa. Argentina esa oxirgi etapda finalda sudyalarning qanchalik bias, qanchalik Messi va Argentina tomon bo'lishiga qaramasdan Sorry, Mike Tyson, no hands allowed today. This is completely fair, Usain Bolt. Messi is faster than Michael Phelps. Comes to Messi now, sorry, Tiger Woods. Faster, Lewis, faster! yutqazdi va men bundan juda ham xursandman. الحكم no fair. Bilasizmi nimaga? Chunki komandaning sifati, odamlari qanaqa ekanini aynan ana shunaqa bellashiladigan sport o'yinlarida va yutqizganida bilib olsangiz bo'ladi. Argentinliklar boshqa davlatlarga, ularning bayrog'iga, ularning odamlariga mutlaqo hurmatsizlik ko'rsatgani bilan rasistligi bilan va sportivное поведение, ya'ni sportsmenlarga mos etiket yo'qligi bilan Olha só o Paredes agredindo os jogadores da Espanha no final do jogo. O cara devia sair do estádio direto. butun dunyoni haytiga uchradi. Boshqa tomondan Ispaniya esa nafaqat o'zini haqgo'yligi bilan, masalan, hamma Ispaniyadan kuchli bo'lgan davlatlar Palestin va Palestin odamlariga qarshi siyosat yuritayotgan bir paytda butun dunyoni oldiga Ispaniya prezidenti va premyer ministri rolida bo'lgan Pedro Sanchez chiqib aytdiki, qachonlardir Rossiya Ukrainaga xuddi shu ishni qilganida butun dunyo Rossiyaga hate bildirdi, Rossiyaga nisbatan katta sanksiyalar e'lon qilindi va men bunga rozi bo'ldim va to'g'ri deb hisobladim. Men ham Rossiyaga qarshi bo'ldim. Lekin xuddi shu hodisa Isroil tomonidan Gaza, ya'ni Palestin odamlariga nisbatan qilinganda esa o'zini doim humanitarian, ya'ni inson huquqlarini doimo qo'llab-quvvatlaydigan, hurmat qiladigan davlatlar bu narsaga hech qanaqa fikr bildirishmadi va aksincha agressor tomonga o'tib ketishdi, ya'ni Isroil tomonga o'tishdi. Va men buni odamgarchilik sifatida deb hisoblamayman degan gaplari bilan va shu bilan birga urushdagi pozitsiyasi bilan yuzlab falastinlik oilalarni, ayollarni, bolalarni urush territoriyasidan Ispaniyaga evakuatsiya qilgani bilan juda ham ko'pchilikni mehrini qozondi. Siz bu haqida nima deb o'ylaysiz? Fikrlaringizni kommentariylarda kutaman va jahon chempionatida bo'lgan har qanaqangi politika, pul haqida, har xil manipulyatsiyalar haqidagi mavzularimizni keyingi davom ettiramiz.